Merhaba canım benim aşkım. Merhaba. Türkçe bilmiyorum. Yaqinroq keling. Mana. Salom. Привет. Voy, uynab dedi. Voy. Типа pick me bo'lib qoldim hozir. Voy, assalom. Nima unaqa qilibsiz deb gapiradi-yu, o'zicha pick me'lar. Ko'nglim keladi boru shunaqa gapirishiga. Nima deyman, o'zingda bo'l degim keladi-de просто. Yasab olish ham kerak emasdi odam. To'g'rimi? Qanday bo'lsang, shunday bo'l. Menga o'xshab. Lekin u effekt qo'yib olgan. Pizdes menga o'xshabmish. Qayerda turasiz? Toshkentda. Voy, turkchaga yozishini tushunmayman turkchani. Toshkentlik o'xshamayapsiz-de. Qatliga o'xshayapman. Qatliga o'xshayapman. Yasab olishingizdan nimadingiz-de? Tavba qilib. Yasab olishingizdan o'xshatmayapman-de shu toshkentligiga. Shevadagi ketyapsiz. Toshkent viloyati Ohangaron shahar, Olmaliq shahar. Toshkentga yaqin-u, zato. To'g'rimi? Nima farqi bor? Toshkentlimi, otlimi, bitlimi? Вот shunaqa gapiring. Shunaqa gapirdim. Uxlayim keladi inchigina. Bunaqa payt men 7-tushimni ko'rayotgandim har kuni. Toshkent boshqa dunyoga gapirmayman borib. Toshkentda ishg'oliyman. Ужас kinolarda o'ynamaganmiz. Hoy. Siz hozir meni ustimdan chipa kuldingiz-da. O'ynaganman. Ana boru. Bitta cherkovga o'xshagan joyda olingan. Короче, eslolmadim nomini.
Olmaliq. Olmaliqda yashayman. Zavodda ishlaysizmi? Yo'q, ishlamayman. Realniy ishlamayman. Nimagadir ishlash yoqmaydi menga. Real. Olmaliqdagilar hamma zavodda ishlaydi deb eshituvdim-da. Yo'q, xato eshitibsiz shu desangiz. Sizga bu ma'lumotni yetkazgan odamni choping. Realni choping. Noto'g'ri narsani yetkazgan chunki sizga. Bu kelajagingizga ham ziyon keltiradi bunaqa odamlar. Siz aldab, boshqalar yonida parod qilib. Realniy. Boshimdan o'tgan odam gapiradi deydi-yu. Привет, с Новым годом tugadi. Eskiyasi. Shu katta qiz bo'lib qolibsiz. Erga tegmaganmisiz? Yaxshi joyi yo'q deyish-u. Hozirgi anaqani ko'ryapsiz-ku. Hamma ajrashib yotibdi. Erga tegishdan oldin. Shunaqa zamonda yashayapmiz. Qo'rqadi odam erga tegishga. Real zerikib o'tiruvdim-da, to'g'risi. Bir kirmaymi deb kirsam, mana senga deb profil berib qo'yishdi-yu. Voy, çok tashakkur, çok tashakkur dedim. O'zi efir qilmoqchi emas edim, просто uyqum kelmadi-da. Keyin endi uxlayman xudo xohlasa. Menga tegasizmi? No. Pick me. Voy xudo. Endi qiz bolamiz-u, hamma qizlar shunaqa-da. Bir ja pick me emas-u, ну nежныйлigi, nozikligi o'xshab ketadi. Ja oshiraveradiganlar bo'ladi-yu. Ja oshiraveradi-yu. Voy deb o'shalar aytishadi-da, pick me deb. Anavi boru nima deb aytsam bo'ladi? Da, qizlar shunaqa qilib jonni oladi. Да, конечно. Shunaqa bolalarni jonini qizlar olmasa, cho'ta bolalar aynib ketyapti. Bolalarni sevadigan bo'lib ketyapti. Nima degani bu? Uyat. Realniy.
Bolalar bir-birini yaxshi ko'rgandan keyin qizlar nima qilsin? Yaxshi gapirish kerak, bolalar ko'nglini olish kerak. Men unaqa bo'lib qolgan hozirchi, realniy hozir bitta narsa aytib beraman. Bolalarchi o'zlarini qiz bola deb o'ylaydi. Hozirgi zamon bolalari. Yo, realniy. Nima sal narsaga xafa bo'lib qolaveradi. Yana nimamish? Bunaqa gapirma menga. Bunaqa gapirma menga. Voy, o'li, bor yo'qol desang, menga boshqa yozma, xafa qildingiz. Voy, o'la qolsin. Ko'ngli nozik bo'lib ketyapti, prosta bolalarning shu narsa qizlarga yoqmayapti to'g'risi. Bo'lishi mumkin, shunaqa bo'lishi ham mumkin.